Va haqiqiy sevgini aynan o'sha inson yoningizda bo'lmaganida anglaysiz. Uni juda kam ko'rganingizda, ovozini deyarli eshitmaganingizda, yuragingiz esa baribir uni eslab tez-tez urayotganida. Har bir xabarni kutib, telefoningizga qayta-qayta qaraganingizda, oddiy bir "qalaysan" so'zi ham siz uchun katta quvonchga aylanganida. Yonida bo'lishni jon dilingiz bilan istab, ammo bu istak amalga oshmasligini tushunganingizda. Uni mahkam-mahkam quchoqlashni xohlab, buning evaziga qo'lingizdagi hamma narsani berishga tayyor bo'lganingizda. O'shanda anglaysiz, haqiqiy sevgi doim yoningizda bo'lish emas, yoningizda bo'lmasa ham qalbingizda yashay oladigan tuyg'u ekanini. Chunki ayrim insonlar uzoqlashadi, ammo yurakdan ketmaydi. Va shunda tushunasiz, sevgi ba'zan qo'lga kiritilgan baxt emas, balki qalbda saqlanib qolgan sog'inchdir.